tez hojatga chiqish, kechalari uyqusizlik. Bu prostata bilan bog'liq muammo va bu sizning ishonchingizni ham ta'sir qiladi. Ammo bizda yechim bor. Lidos tabiiy tarkibga ega, halol va ishonchli mahsulot. Prostata muammolarini yengillashtirishga, erkaklar jinsiy faolligini oshirishga yordam beradi va kundalik hayotda o'zingizni yengil hamda ishonchli his qilishingizga ko'maklashadi. Lidos, siz ham kechiktirmang. Hozir qo'ng'iroq qiling. Kod 70li 01894 55. Polsha rahbari Rossiya butun Yevropaga tahdid solayotganini aytdi. Kreml ta'sir doirasini qayta tiklashga, NATO jipsligini zaiflashtirishga va mintaqamizdagi demokratik davlatlarga putur yetkazishga intilmoqda, dedi Karol Navruzskiy Buxarest to'rtligi davlatlari sammitida. Tramp o'z xalqining iqtisodiy ahvolini o'ylamasligini aytdi. Men amerikaliklarning moliyaviy ahvoli haqida o'ylamayman. Hech kim haqida o'ylamayman. Men faqat bitta narsa haqida o'ylayman. Eronning yadroviy qurolga ega bo'lishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bo'ldi, degan Oq uy rahbari. Saudiya Arabistoni Eronga ko'plab maxfiy zarbalar bergan. Reuters 28 fevralda boshlangan Eron atrofidagi urush davomida Saudiya Arabistoni Tehronga qarshi ko'plab maxfiy harbiy zarbalar yo'llagan. Saudiya harbiy havo kuchlari bu hujumlarni mart oyi oxirida amalga oshirgan. Bu Islom Respublikasi hujumlariga javoban amalga oshirilgan, ammo oldin Eron ogohlantirilgan. Eron parlamentining Milliy xavfsizlik va tashqi siyosat qo'mitasi vakili Ibrohim Rizoiy shunday deydi: yana bir hujum sodir bo'lgan taqdirda Eronning variantlaridan biri uranni 90% gacha boyitish bo'lishi mumkin. Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko urushga tayyorgarlik ko'rayotganini aytdi. Biz bo'linmalarni urushga tayyorlash maqsadida ularni tanlab safarbar qilishni davom ettiramiz. Xudo xohlasa, buni chetlab o'tsa bo'ladi, dedi Belarus fuqarosi. Donald Trump AQSh, Xitoy va boshqa har qanday davlatdan ustunligini aytib o'tdi. Biz harbiy jihatdan har qanday boshqa davlatdan kuchliroqmiz. Siz buni Venezuela misolida ko'rdingiz. Aksariyat boshqa davlatlar uchun bu qiyin vazifa bo'lar edi. Biz buni bir kunda uddaladik va endi natijaga qarang. Eronga nazar tashlang. Ularda hamma narsa bor edi va bularning barchasi g'oyib bo'ldi, dedi AQSh rahbari. Sarmat raketasining umumiy quvvati har qanday g'arb muqobilidan 4 barobar ko'proq oshib ketadi, dedi Vladimir Putin. Rossiya 35,000 kilometr masofali Sarmat raketasini sinovdan o'tkazdi. Rossiya yadroviy qurol tashishga qodir yangi Sarmat raketasini muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazganini va uni yil oxirigacha jangovar navbatchilikka qo'yishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Putinning ta'kidlashicha, raketaning masofasi 35,000 kilometrdan oshishi mumkin. Areshnik raketa tizimi yadroviy jangovar kallaklar bilan jihozlanishi mumkin, dedi Vladimir Putin. Eron AQShga muzokaralarni qayta boshlash uchun 5 ta shart qo'ydi. Fars axborot agentligining manbaiga tayanib xabar berishicha, Tehron muloqotga qaytish uchun quyidagi bandlarni talab qilmoqda. Barcha jabhalarda, ayniqsa Livanda urushni tugatish, Eronga qarshi sanksiyalarni bekor qilish, muzlatilgan Eron aktivlarini ozod qilish, urush natijasida yetkazilgan ziyonni qoplash, Eronning Hormuz bo'g'ozi ustidan nazoratini tan olish. Ukraina prezidentining sobiq matbuot kotibi Yuliya Mendelning ta'kidlashicha, Zelenskiy kokain iste'mol qiladi. Buni hech kim uchun sir deb o'ylamayman. U 15 daqiqaga hojatxonaga kirib ketadi. Keyin esa kuchga to'lgan va juda tetik holda qaytadi, deb ta'kidladi u. Trump Putin bilan Rossiya butun Donbassni qo'lga kiritish kerakligi borasida hech qanday kelishuv yo'qligini ma'lum qildi. Jurnalistlar AQSh rahbaridan siz va Putin o'rtasida Rossiya butun Donbassni olish kerakligi haqida biror bir kelishuv bo'lganmi deb so'rashdi. Trump javob berdi: "Yo'q, umuman bo'lmagan", dedi Amerika rahbari. Trump shuningdek, Ukrainadagi urushni tugatish uchun barcha kerakli choralarni ko'rishini, masalan, joriy yilda Rossiyaga borishi mumkinligini aytdi. Men nima kerak bo'lsa shuni qilaman. Men 8 ta urushga barham berganman. Bu urushning yakuni esa xoh ishoning, xoh ishonmang, tobora yaqinlashib bormoqda. O'ylaymanki, yaqinda Rossiya va Ukraina o'rtasida kelishuvga erishamiz, dedi Donald Trump. Kuvayt Eron kemasiga hujum qildi.
Kuvayt nizo urug'ini sotish maqsadida Eronning kemasiga noqonuniy hujum qildi va Fors ko'rfazida 4 nafar fuqaromizni qo'lga oldi. Ushbu g'ayriqonuniy harakat AQSh tomonidan Eronga hujum qilish uchun ishlatiladigan orol yaqinida sodir etildi, dedi Abbos Aroqchi. U Kuvaytdan eronliklarni zudlik bilan ozod etishni talab qildi va hodisa uchun Eron javob qaytarish huquqiga egaligini aytdi. Vladimir Putinga Donbassni kuzgacha egallash va'da qilindi. Financial Times Rossiya rahbari bilan suhbatlashgan ikki manbaga ko'ra, Putinning Donbassni to'liq egallash istagi tobora kuchayib bormoqda. U urushning dastlabki bosqichlarida front chizig'i bo'ylab jangovar harakatlarni mudlatishga tayyor edi. Men uni hozirgi front chizig'ida to'xtashga undadim, ammo u yo'q, men bu borada murosaga bora olmayman, deya turib oldi, dedi Putin bilan gaplashgan manbalardan biri. Ukrainalik dron operatorlari NATO o'quv mashg'ulotlarida Shvetsiya qo'shinlarini yo'q qildi. O'quv mashg'ulotlari Shvetsiyaning Gotland orolida bo'lib o'tmoqda. Unda Shvetsiya, AQSh va Ukraina harbiylari ishtirok etmoqda. Yevropa ko'proq yahudiylashishi lozim, dedi Politico rahbari. Axel Springer bosh rahbari va Politico egasi Matthias Dufner Yevropada yahudiylar uchun fuqarolik joriy etilishi lozimligini aytib o'tgan. Yevropa yahudiylar oilasi uchun imtiyozli immigratsiya va fuqarolikni joriy etish kerak. Yevropa ko'proq yahudiylashishi lozim, deb ta'kidlagan u. AQSh rahbari Donald Trump ilk rasmiy tashrif bilan Xitoyga keldi. Trump Pekinga yetib keldi. Bu AQSh rahbarining so'nggi 9 yil ichida Xitoyga ilk tashrifidir. Amerika rahbarining Xi Jinping bilan uchrashuvi ertaga rejalashtirilgan.